Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari. Akmaljon TV obunachilari. Mana og'aynimizni qo'ylari yashir kasal bo'lib qopti. Oqsil deydi. Shu qo'yga hozir dori qilamiz. Sizlarga foydali bo'lishi mumkin. Qaysi qo'ying endi? Tuzalyaptimi? Foydasi bo'lyaptimi seni qilgan dorilaringni? Oshna Maljon endi birinchi mana sarig'imiz bo'ldi. Sariq qo'chqorimiz. Ha. Bu boshlanganiga bir 2 hafta oldin boshlanish mashq qo'yimizdan boshlandi sarig'idan. Birinchi Marian sopkada yurdim. Ha. Biz oyog'iga zelonga qildik. Menimcha jam unaqa foydasini sezmadim uni. Ha. Keyin o'sha o'zimiz nimalarni aytdik. Mana oddiy benzin. Benzinda oyog'ini tiqib 3 yo 4 marta qildim, o'sha yaxshi bo'lib ketdi ash qo'y. Bundan keyin mana katta qo'yim boshlandi monimga. Bo'g'oz baholasa buni ash qo'shqorib yozda qo'shildi. Bu kasallik bo'g'ozlikka ta'siri yo'q ekanmi? Yo'q, menimcha ta'siri bo'lmadi hozir. Ash qo'yim qo'lda oyog'idan boshlandi. Qo'lda oyog'idan birinchi ash benzin yuvdim. Bittasi tuzaldi, ikkinchisi o'tib, uchinchisi o'tib. Hozir bu ham yaxshi bo'lib ketdi. Endi kim nima desa bo'ladi. Boshdan o'tgan tartibda edi endi biz biror doktorga narsa ham qilmadik. Ajna ol yaxshi bo'lib ketdi, oshchi nima ham qilmadik. Ammo lekin mana bittasida bo'ldi, bu og'irroq bo'ldi. Bu ham bo'g'oz, yelinlar ko'rdi, ha yelini ko'chib qo'ygan qo'ylar. Bunda sal og'irroq bo'ladi, endi boshini o'tganini aytamiz endi. Sal og'irroq bo'ldi, kungacha oyog'ida qaltiroq tushib qoldi, og'riq kuchli bo'ldimi nima? Bitta demidrol qildim. Soniga bitta demidrol qildim. Undan shu oyog'idagi yallig'lanish, yelinlash bo'lgan deb turib unga sifazalin qildim. Ha, o'shada antibiotik. Ertalab kechqurun 3 kun qildim. Hozir bu ham yaxshi bo'lib ketdi. Yaxshi bo'lib ketdi. Hozir manusida boshlanadi. Bunisiga ham qanday nima dehqonchilik, mas'uliyat bor, o'zing biraz qishloq sharoit dehqonchilikni yarashtiruvchi asorat nima qaromadi. Endi hozir bunisiga hozir mana shunaqa qilamiz. Endi bu hozir qolganlari yaxshi. Hozir bunisi endi boshlandi. O'shanga aytaman, hozir misol antibiotik qildim deyapsiz. Bu homiladorlikka demak ziyoni yo'q ekan-da, boshdan o'tdi. Bo'lmadi. Hozir buni tuzalganiga mana shu 3-4 kun bo'ldi, bularda oqsash yo'q. Agar haligi ta'siri bo'lganda 5-4 kunda bildirardi, ha. Sojash qo'yimiz ham yelini ko'chib qolgan. Bu deganimiz xalqqa foydali bo'ladi. Bu videomiz degani ko'pchilik mashina kasalida ham mahallada ko'ryapmiz. Hozir keng tarqaldi bizning mahallada. So'yib olyapti-da hozir. To'rtta oyog'i og'rib, yotib olib, yurmay qo'yyapti. Doktorga bir ikki marta ko'rsatibdi. Qarab, suv bordi, qo'lni qo'shamiz, bir ikkita suv bor. Menga o'zimiz bilganda yoshlikdan mol qo'yroq yurganimizga ashuni qilganman oshni. Endi kimgadir foydali bo'lsa, rahmatini aytib qo'yar. Xudo xolasa kommentariyada. Qani siz bir dorilaringizni qiling-chi. Misol uchun kimgadir foydali bo'lsa, misol uchun o'zim boshimdan o'tdi. Hozir mana shu benzin, mana shu bakalashga benzin, mana shu benzindan oldim. Mana shuni sekin o'xshayapti, oyog'imni ko'tarib tiqib qo'yamiz. Mana bir kunda 2 mahal qilyapman. 2 mahal. Ertalab kechqurun qildim. Hozir pitirchilaydimi? Mana shu kasali bor qo'y bo'lsa, ko'proq pitirchilaydi. Kasali bor. Kasali yo'q bo'lsa, sal pitirchilaydi, chimchi bilintirmaydi. Agar boshlangan bo'lsa, qattiqroq pitirar ekan-da. Mana shu kasali yo'q bo'lsa ham mabodo. Qo'yaversa, foydadan qolmasda, hali qolgan ziyoni yo'q. Shu bilan bo'lmaydi. Kasali yo'q bo'lsa. Yuqmas ekan-da, shu yo'q nima shu mikrobi bo'lsa. Shuni o'ldirib yuborar ekan, shu bilan. Mana shu bo'ldimi? Bo'ldi. Oldin men buni Marian sopkada oyoqlardagi zelonkalarni qo'yganman-da bu paytlar. Shunda ham tuzalmagan. Endi mashina qilyapman. Yuzdan yaxshi. Xudo xolasa, ha? Arzon ekan-da, 1 litr benzin arzimagan pulga beradi. Hozir hammasi o'zimizga o'xshaganlar boqsa-da endi. 10-15 ta qo'yib olmaydi ham hozir bayda. Bo'g'ozdan ichkada qo'shqorlarim bor. Mana shunaqa qilib o'zimiz mahalliy uy sharoitida kuzatyapmiz, uy sharoitida. Doktor chaqirmasdan yengil, ha, kam chiqim. Yana bitta gap endi o'zing boshini o'tgan aytib o'tib ketaraman. Bir hafta oldin aytaman, shu duringda qo'ylan dalaga olib chiqib qo'yibmiz. Buni o'qib qoldi. Mana hozir monimdan boshlanib qoldi. Shu duringga olib chiqib qo'ygan ekanmiz. Ashunga antibiotik qildim o'zim. Antibiotik. Ashi sevazalini 2 mahal ertalab kechqurun ashuna soniga qilib qo'ydim. Tuzalib qoldi. Odamlarning ko'li-da, apteka o'zimiz oddiy o'zimiz mana aptekada bittami o'sha? Veterinardan o'zimiz antibiotiklar tabletkasini ham ichirsa bo'ladi, tabletkasini. Antibiotik tabletka.
rostda kuchliroq, tezroq nima bo'lsin deb nima qildim? Sifazani qilib qo'ydim antibiotik. Shu tuyog'ida yiringlashiga, shamollashni o'yladi. Hop, demak siz bir 3-4 tasini tuzatibsiz. Nima ko'ryapsan? Oldi tug'ishga yaqin qolibdi. 1-2 haftalik. Qo'y bor, ana shu. Ana jitirayapti oyoq. Shunda boshlangan, ana shunisi boshlangan. Ana. Shunisi nima? Agar qaramasa hozir tuyoq tashlaveradi-da, tuyoq tushib ketadi. Shunda qaramasam, shu vaqtida bilmasa, qoni o'tadi, borganda mol qo'y ishtahasi ham yo'qoladi. Bilmasa yursa, yemaydi. Vaqtida bilib ashunisini qo'ysa, yaxshi bo'lib ketadi. Unda tagini sal quruqroq qilish kerak, tagini. Bu kasallik ilgari ko'proq molda bo'lardi deydik, endi sekin-sekin qo'yga ham, ha. Qo'ylarga ham yuqar ekanda. Ko'pchilik bo'lmaydi, mumkin qo'yga ta'sir qilmaydi deydi. Mana shu bo'lar ekan. Yuzdan ash qo'ylar o'tgan yillar dermatib berdi. Mollarimiz dermatib bo'ldi. Bu ham o'zimiz mahalliy sharoitda davoladik. Inshaalloh, ha. Kimga mana bilganlar bildi, mana shu usulimni ham bir ikki qo'shnilarimga tavsiya berdim. Yaxshi bo'lib ketdi deyapti. Qo'shnilarim o'zim bir devor qo'shnimga sen nima qilding? Qo'yinda mana holat bo'ladi dedi. Shu benzin bilan mana juda kuchli bo'lib ketdi. Apesini past nima qildi? Sivazani qildim dedi. Hozir uniki ham yaxshi o'tdi, keyingisi boshlanibdi. Demak, bitta hammasi vaqti bilan bo'lib chiqar ekanda bu qo'ylar. Endi qo'ylar nima bo'g'oz bo'lishidan oldin menimcha yashiriga emlash qilib qo'yilgan bo'lsa menimcha bo'lmas ekan. Biznikilar o'zim Rossiyadan o'zi yaqinda keldim. Va emlash qilmaganmi? Emlash bo'lmagan. O'shancha menimcha bo'lyapti. Endi hozir bularni emlatay desang, doktor aytdi, bo'g'oz bo'lsa ziyoni bor bo'ldi. Emlash qilmadiku, mana o'zimiz mahalla sharoitida, o'zimiz uy sharoitida qilyapmiz. Yaxshi foydasi. Qo'shqorimizni ham yozda olganmiz. 5 million. Qo'ylar xudo xolasa. Rosa qo'ylar bilan yurib o'zi ancha et tashab qopti. Ha, bu qishloqqa. Ha, butun qishloqqa qo'ziladi. Arendalarga borib keldi. Yaxshi. Endi kimgadir foydali bo'lsa, kommentariyasiga yozib qo'yadi. Endi biz mana shunaqa qildik. Yashana. Boshimizdan o'tgan, endi kimgadir foydali bo'lsa, rahmatini aytib qo'yadi. Ha, kommentariyaga xudo xolasa obunachilarimiz yozib qo'yadi-da. Bu video necha yillar turadi-ku? Kimdir boshqa bilmagan odam, misol uchun o'zimdan qiyos o'tgan yil bilmaganman, o'tgan yil ham jarasida 300 ga qaraylik, bahor 300 ga kelamiz. O'shana bo'lgan, o'sha narsani bilmasdan shu bo'g'oz qo'yni so'yganmiz-da. Mana shunaqa oddiy nimasi bilan unga doktor chaqirganmiz, ko'p dorilar qilganmiz. Effekt bo'lmagan. 1 litr oldim. Chaka kelganimdan keyin boshlanibdi bu narsa. Mana shu narsani oldini oldik. Yaxshi. Xudo xolasa endi yaxshi. Deydi, hamma sog'liqlarmi? Yashasin, Alloh shifo bersin. Mana shu bahona tuzalib, xalqqa foydasi tegyapti aka. Sog' bo'ling. Yaxshi bo'lib ketsa, yana bir nima qilaveramiz. O'zi boshimdan o'tdi, shu 4 ta qo'yim tuzaldi, xudo xolasa. Yugurib yuribdi. Hammaga rahmat. Video yoqqan bo'lsa, tanish-bilishlarga tarqatib, gruppalarga layklarni bosib, iliq fikringizni kommentariyaga yozib qo'ying. Hammanglar uchun rahmat. Bu yil cheslamiz 2025-yil 26-oktyabr, hafta kuniga bozor. Hammaga rahmat.